Sentyabr oyi aqlli, chiroyli, injiq. Sentyabr oyida tug'ilgan insonlarning boshqalardan farqi. Ular mukammal inson bo'lishga intiladilar. Ular yaxshi suhbatdosh va sadoqatli do'st bo'la oladilar. Sevgida kuchli, o'ta g'ururi baland, tetik, mag'rur va pulni sevuvchi insonlar hisoblanadilar. Hayotga doimo real ko'z bilan qaraydilar. Kechirimli, rahmdil, ammo boshqalarga ziyoni aslo tegmaydigan rost so'zli odamlardir. Ular tabiatni va sayohatni sevadilar. Sentyabr oyi mard va jasur, qo'rquvni chetga surgan, sabrli va metin irodali insonlar oyi hisoblanadi.